Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'lom yuribsizlarmi? Sizlarga 4 yilda yangiliklarni yetkazib borishda davom etamiz. Bu galgi yangilikimiz yurtdoshlar, kuzov remont tex ochilgan 4 yilimizda yangi Sherzodbek og'amiz o'zini ish faoliyatini boshlagan. Xudo xolosa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bu videomiz ko'pchilikka manfaatli va foydali bo'ladi. Videolarimizni, adreslarimizni to'liq tanitish bilan boshlab beramiz. Ko'rib kuzatib boraverasizlar yurtdoshlar. Yurtdoshlar adreslarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumanida bo'ladi yurtdoshlar. Bu yana Sulton Market O'ylabog'i tarafdan kelaverish, bir Nukus ko'chasi yurtdoshlar. To'g'ri, Kalelin ko'cha, bir O'zbekiston 50 yillik ko'cha yurtdoshlar. Bu yerda yana Shelby Burger bor. Shuni yanına to'g'ri kirib ketilaveradi yurtdoshlar. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bu yon taraflaringiz esa Banisa tarafdan kelaverish bo'ladi. Bu yerda yana 4 etaj zon bor, yana 2 dan 4 etaj zon. Shundan o'tganingizdan keyin chap tarafga aylanib, O'zbekiston 50 yillik ko'chadan to'g'ri kiraverasizlar. Bu yerda yana Suvarkxona bo'ladi yurtdoshlar, gündüzgün ishlab turadi. Shuni orientirab qo'ysanglar ham bo'ladi. To'g'ri kirib boraverasizlar. Doğru gelgenlerinizden keyin yurtdoshlar, chap tarafda yana yozib qo'yibdi. Kuzov remontda bina, Polyorovka xizmatlari ham bor yurtdoshlar. 2 dana boks turadi shu chap tarafda yurtdoshlar. Xudo xolosa ekranlardan nomerlarni qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon aytib, adres so'rab, ma'lumot so'rab ham kelaverasizlar yurtdoshlar. Xudo xolosa ichana giramiz, yangiliklar bilan tanishib o'tamiz yurtdoshlar. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Yurtdoshlar, xudo xolosa ish jarayonlarini ham ko'rib kuzatib boraveramiz. Assalomu alaykum. Sherzod aka, yaxshimisiz? Farmon, omon o'tibmisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Xudo xolosa yangi ishlarni boshlabsizlarga. Avvalambor boshlagan ishlaringiz xayrli, barakali bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum yurtdoshlar bilan salomlashib oling. Assalomu alaykum. Xudo xolosa yangi ishlarni boshlabsizlar, bir chetdan ko'rsatib berasiz endi. Yaxshi, aka. Yurtdoshlar, endi hammani avvalambor yo'llari bexatar bo'lsin deb qolamiz. Endi bu yerda Cobalt mashina ekan, og'a. Yine. Bu nerlerinden endi udar bo'lib keldi endi siz yana. Bu shu toza chiqib turgan yani toza skuter lifallar bor-ku yani balonli. Shuna urib ishga bilan göttinga kirelni, arqanga kirelni urib eldinden ilib turib kireli g'ijimlanib qolgan. G'ijimlanib qolgan. Eldinga kirel g'ijimlanib qolgan. Eldinga kirel g'ijimlangan, ishkini imberini yirtib o'tib, imber ham yirtqadi imberi. Buni o'zi zatildi ber. Yırtılıp özü zatildi berlar. Shunda bu hozir kesilmaydi, og'a. Yo'q, o'zi. Kesilmay, o'zinikini zatib berdingiz. Almashtirib, yana sevib buni arqa mashinani vajlari bilan eno Nexia tayyor bo'layotir. Bu yoqda bir Nexia tayyor bo'layotir. Tayin uni qadoy taraflarini. Bu shuni vajlari bilan quritildi bu. Ishida quritiladi bu yerda. Gaz yanib, berina sushilkalar yurtdoshlar ko'rib turamiz. Shunda krash sapiladi, ventilyatsiyon hamma narsasi. Hamma narsasi bor. Shunda bu eldinga kireli Krelden yegan shu netqaning bu. G'ijimlanib turib, ishidan ilib turib, arqanga ishga kelganda meni yirtib o'tib, arqanga ishga yirtqaning shunda. Yirtib o'tib, men yirtganlar, qo'shib yirtgan. Shunda buni o'zini chiqarib berdingiz, eng shunday aytmang yurtdoshlar. Hozir mana no'li ketdi, gruntovka, shpakulovka bo'lib turibdi. Yo'q, bu hozir shpakulovkada. Boshda ino spotterda apparatimizda tekizlab olamiz, yamaymiz. Ha, shunda apparatlarimiz bor. Apparat bor, shunda to'g'rilab tekizlab chiqariladi-da. Yine yurtdoshlar ko'rib turganlaringizni. Keyin shpakulovka ustidan tekizlab endi bu o'zinikinde bo'lib turadi-ku, bana rangi. Xudo xolosa. Garantiya qo'shib turadi. Garantiya javob. Yurtdoshlar, endi ban qismini ham ko'ramiz, ko'rib kuzatib boraverasizlar. Yine. Ban taraf kirelam. Yaqindan bo'lgan o. Yirtilmaganda bu yandan vanna bo'lgan. Vanna bo'lgan-a? Uni tekizlab. Yo'q, tekizlab xudo xolosa buni bugun klassik sapamiz bulara. Yine. Endi ishlanib turibdi ba'zi. Shu mashina keldi, endi necha kunda tayyor bo'ladi bu? Bu o'tgan kun keldi bu mashina. Xudo xolosa bugun gechda olib ketadi, buni quritib beraman gechda. Gecha deng. Bugun gechda hozir buni ozroq ishi bor, shuni bitirib turib quritib beraman. Bugun gechda keladi egasi. Iloji bo'lsa tezroq ishini bitirib berasiz. Men ishini bitirib, endi javob berib ishlayman. Men gaz yanadi bu yerda. Berlar ham endi ichani akkuratni bo'lib turadi-ku. Prosta chang nazdaqlaganda chang girmaslik uchun izolyatsiya. Salon qismi shunda akkuratni bo'lib turadi. 2000 kilometr yurgan paket Cobalt'da bu. Paket Cobalt axir. Shuni endi ishlar ham ichi akkuratni tursin deb izolyatsiya qilib qo'yamiz-da buni. Endi Sherzodbek aka avvalambor endi ustani ham so'raydilar, kimni qo'lidan shogird bo'lib chiqqansan, boshqa necha yillik tajribaga egasiz endi Sherzodbek aka.
Endi 2008-yilda Ravshan shu Ravshan Tex deb O'zlarimiz Ravshan Tex. Hamma taniydi uni. Mana Shu yurtdoshlar. 2008-yilda maktabni bitirib, shu Ravshanamni qo'limdan chiqqanmiz. Mana 2008-yilda. hozir adin shu kuzov remontdasiz. Mana yurtdoshlar bemalol xizmatlaridan foydalansanglar bo'ladi Shehzodbek og'amizning. Gap yo'q. Shunda bu boshqa krel qo'yilajak, original krel qo'yib berasiz. Ovoz toza krelda bu. Toza krel yurtdoshlar qo'yib beriladigan bu ana. Endi eldindan ham yeganmi bu? Yo'q, eldindan bufer singan. Buferang. Endi bu yangi aytib turgan yirtilib ketgan eshigingiz, Shehzodlar. Yine şuradan yırtıp yanına ötüp yani içindeki bu paroklam yırtıp ötken. Paroklam yirtgan aqlang. Mana yurtdoshlar endi xudo saqlasin deymiz. Lekin shunday xizmatlar bo'lsa, bemalol yana cho't ketib ishlab berasiz. Bu yirtilgan eshikka lekin hozir o'xshamaydi umuman. Yo'q, yine ben de içan tarafım düşündüm. İmbirlerim yan baybat verdi imbiri. Yine. İçkilerini azız yap net koymam ben. Yurtdoshlar ko'rib turganlaringizdek, akkuratni etib, iloji boricha o'zingni chiqarib berasiz. Yine yurtdoshlar. Shunda bilan hozir o'tgan kunga ham bo'lsa, bugun chiqsa, shunda adashmasam 4 kunda, 3 kunda chiqadi ekan. O'tgan kun bo'lsa 3 kunda chiqib ketadi-da. 3 kunda chiqib ketadi ekan shu mashinada. Xo'sh, davom etamiz. Bu yerda yana yurtdoshlar Nexia 2 mashinamiz ham bor. Menimcha bu bitib turibdi yaga. Bu sabr etib bitib, taxlanib turibdi ekan yana. Bu yerda yana Damas avtomobili. Buna nima bo'lgan? Mana arqa tarafi udar bo'lgan mana. Arqa tarafi udar bo'lgan. Bana уже bitib turibdi-ku. Yo'q, bitta ishi bor mana. Bitta ishi bor. Azroq ish qoldi. Ko'rib turganlaringiz, faqatgina sizda kuzov remontmi bo'lgani yo kuzovni remontni hammasi ishlanadi bu yerda. Polirovka. Shunday qulaylik variantlar ham bor, yurtdoshlar. Bu o'zlarimizning mashin bor, xudo xolasa buni qaraga bo'yab Qaraga bo'yajaysizlar. Qaraga bo'yab, chiroylatib izolenta svet yurtdoshlar endi ko'pchilik yoqmaydi, endi ayrimlari yoqishi mumkin, lekin to'g'risi men o'zim emas izolenta svet yoqmaydi og'a. Yo'q, men o'zimga yoqmaydi emas, просто bir yangilik aytacakman. Yangicha proyekt etib ko'rajeksan. Endi o'zingizning qo'lingizda bo'lgandan keyin. Endi o'zimning qo'limda bo'lgandan keyin o'zim sapaman deb turibman-da buni. Qaraga bo'yaysiz. Qaraga bo'yayman buni. Endi shunday xizmatlar bo'lsa, meni ko'pchilik taksist bo'ladi og'a. Mashinani sariga bo'yatadilar, boshqa rangga bo'yatadilar. Masalan, Captiva bo'lsa, oq Captiva qaraga bo'yattirib berdi. Endi xizmatlarni ham cho't ketib ishlab berasiz. Xudo xolasa. Albatta kelishilgan narxlarda bo'ladi. Endi masalan, hozir men sizdan so'rab bilmasligim mumkin, necha so'm bilan sotib berasiz. Endi mashinani kelgan holatini qarab chiqadi, og'a. Bahasi, boshqasi, sosteniyasini qaraydi-da uni. Xudo xolasa endi kelishib ishlab beraveramiz. Yurtdoshlarimizga esa qaytib kelishtirib ishlab berasiz. Yurtdoshlar ekranlardan Shehzodbek og'amiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol telefon etib bog'lanib, xudo xolasa kelaverasizlar. Adreslarni ham tushuntirib o'tdim. Shehzodbek aka, sizga rahmat. Yangilik bo'lsa kelaveramiz, ishlaringizga omad. Yurtdoshlar, sizlarga yangiliklarni yetkazib boshqa davom etamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.